Bu bilim ilish, o'qish farzi ayn. O'quvchilik hayot nəhayət qiyin hayat. Abdülkadir Damallam'ınki bir ağız sözü var ki, o sözü olsun nima desek, bir milletninki xarzabın buluş üçün ikki narsa yetadi deydi. Biri olsa cahillik, yana biri olsa nadonlik. Nadon insonlarni shu bilimlik insonlar o'qitalaydi. Hürmetlik aziz muhterem mümin Müslüman cemaatlerimiz, hepimizdeki mavzusi şu o'qish haqida bo'ladi, ta'lim tarbiya va bilim ilish haqida biraz to'xtalamiz. Bu bilim ilish, o'qish farzi ayn. Farzi ayn deganimizda ma yajuzu bihi salat va yoki bir musulmon o'zining dinini va o'ziningki shu diniy jihatdan ehtiyoji bo'lgan, o'rganmasa bo'lmaydigan o'qish va o'rganish farzi ayn. Ama tafsir shunos bo'lish va yoki fatvo, faqih bo'lish va yoki shunga o'xshash har bir moddalarda mutaxassis bo'lish farzi kifoya. Shuningdek, boshqa fan texnika bilimlari, masalan, tokchi va yoki yog'ochchi va yoki suvchi va yoki degandek hayotda insonlarga ehtiyoji olan bir toplumning ichida biladigan adam bo'lmasa, ya'ni darhol bu ishni o'ngshaydigan, darhol bo'shliqni to'ldiradigan bir mutaxassis bir olimning bo'lishi farzi kifoya. Masalan, bir yog'ochchi bo'lmasa, bir millatning ichida xos bir texnika bo'lsin, bir texnika va ehtiyoji bo'lgan vaqtda o texnikani biladigan bir inson bo'lmagan vaqtida dinimizda bu toplumning ichidagi yoki mayli bu bir yashayotgan toplumning ichidagi insonlarning hammasi, musulmonlarning hammasi bu farzni ado qilmagan bo'ladi. Ya'ni demak, ehtiyoj bo'lgan har qanday bir bilimning yaxshi biladigan, darhol uni o'ngshaydigan bir insonning bo'lishi qanday bo'ladi? Bu farz. Yoki farz ayn namoz farz bo'lgandek. Va yoki bu ishni o'ngshay oladigan, darhol davraga kirib bu ishni hal qiladigan bir kishi bo'lsa, u vaqtida yana bir odamga qanday bo'ldi? Bu fan texnika, bu texnik ishlarda bu farz kifoya bo'ladi. Shuning uchun bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki bir hadisini bir tunishib chiqamiz. Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallohu tariqan ilal jannah. Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dediki, qandoq bir kishi bilim olimi deb yo'l olgan bo'lsa, ya'ni harakat qilgan bo'lsa, bu kishiga Cenab-ı Allah cennetning yo'lini osonlashtirib beradi. Bu yerda bu yo'l elish, bilim o'rganish uchun yo'lga chiqish, mayli alayda bir safar qilish va yoki bir yerlarga berish, davlat atlash va yoki shahar atlash, mushunda bo'lsa, bu hissiy tarafi, ya'ni bir ma'naviy taraf, ya'ni o'ydan chiqmaymi, qanday qilganda yo'lini qilish, masalan, yo'l olgan bo'lsa deb o'tirib bu ishni bir bilimni bir insonlarga manfaatlik va yoki dunyolik va oxiratlik insonlarga manfaatli bo'lsa, maqsad Allohni rozi qilishli bo'lsa, buning mukofotini qanday bo'ladi desa, Alloh taolo jannatning yo'lini bu kishiga osonlashtirib berdi. Bu kichik mukofot emas bu. Chunki bu bilim degan bir insonni va yoki u insonning oilasini va yoki u insonningki millatini va yoki u insonning yashayotgan to'plumning ichida buning hammasiga ta'sir qildi. Mayli u odam o'qib bir narsa o'rganib faqatlam iqtisodiy, moddiy jihatdan pullam topsin, shunda bo'lgan taqdirdami yana buningki manfaati atrofiga va davlatiga, yashayotgan insonlarga cho'qim manfaat yetadi. Uning uchun biz bilim elishga kelgan vaqtida mayli yosh demayli, mayli qari demayli, mayli yoshimiz kichik bo'lsin, mayli cho'ng bo'lsin, bilim elish bizga tug'ilgandan tortib vafot bo'lgan qadar saqt o'g'ini yo'q. Bilim elishimiz intayin muhim, bilim elishga tirishayli. Bilim elish yo'lida bu bedel verish ig'ir bir ish. Ya'ni bir tarafdan o'qisa, maktabga borsa, muallimning darsini anglasa, u bilmagan narsani qattiq tirishib, uningga hozirlik qilmasa bo'lmagan, kunlik hayotini, turmushini qamdimasa bo'lmagan. Bo'libmi chet elda oilasidan ayrilib qolgan va ailəsinin aloqasi üzülüb qalğan mushunda qarindoshlarimizga Alloh yordamchi bo'lsin. Bu intayin ig'ir bir ahvol. O'qiymi deb bu odam o'zining hayotini, turmushini qamdimisi taqib bo'lmaydi. Bir tarafdan uy kirosi olsin, to'limisi bo'lmaydigan suv, gaz, yemek, içmek. Yani bir tarafdan shundan ishinib maktabninki talabi va uningki darsining topshiriqlari uni qilmasi taqib bo'lmayotgan.
Bunun da bu o'quvchilik hayot nihoyat qiyin hayot. Uning uchun dinimizda zakat o'quvchiga durust bo'ladi qarindoshlar. Uning uchun biz ya illaki bu o'quvchilar zakatimizni beraylik degan emas. Biz o'zimizdan topgan pul, mol, mulkimizdan bir qismini biz ashunga ataylik. Bir o'quvchini tepib biz bir o'quvchini har bir Sharq Turkistonlik, har bir qarindoshimiz, har bir Uyg'ur, bir dona Uyg'ur o'quvchini qo'ldan tutib qo'yaylikki, u o'quvchi o'qisinki, biz qilmagan ishlarni balkim o'qib qilishi mumkin. Biz beramagan, yetkazamagan manfaatni va millatimizga va dinimizga va insonlikka biz yetkazamagan manfaatni u yetkazib qilishi mumkin. U sadaqa jariya degan shu. Biz kichkina kuch chiqarish bilan u o'quvchi bir xotirjam bo'lib qolib, darsini davomlashtirib, alayda bir natija qozonib, millatiga va yoki oilasiga hatto eng az şu o'zining hayotini haloldan turmush kechirib, salomat Allohning oldiga berib qolsa, bizga uningki qilgan ajri, uning qilgan ishlarining hammasiniki sog'lig'ining hammasi bizga yetib turdi. Endi bu yerda xotirlatishni yaxshi ko'rdim. Abduqodir Damollamninki bir og'iz so'zi bor ekan. U so'zi olsa nima desak, bir millatninki xarzabin bo'lish uchun ikki narsa yetadi dedi. Biri olsa jahillik, yana biri olsa nadonlik. İki narsa yetadi degankan. Ya'ni jahillik shu ilm bo'lmagandan keyin inson jahil bo'ldi. Jahil bo'lgandan keyin bilmagan narsaga dushman bo'ldi. Bilmagan narsaga dushman bo'ladi. Gerçi uning manfaatiga bo'lsa-mu, uning qalab turgan manfaat oldida ko'rib turayotgan bir manfaatni ko'rsa, o jahil bo'lgandan keyin uni yomon ko'radi. Shuning bilan u millat qanday bo'ldi? O'zining millatiga ziyon berdi, jahillik tufaylidan. Bu jahil qolgan inson o'ziga ziyon bersa mayli, bo'lmaydi-da. Ammo millatiga, atrofidagi to'plamga, o'tirish qo'pgan hammaga ziyon berdi. O gap tushunmaydi. O gap anglamaydi. To'g'ri desa tushunishga hali yo'q. O inson jahil bo'lib qolganlik sababdan uning yetkazmagan xatoliklar, uning yetkazmagan ziyoni hammaga ziyon berdi. Uning uchun biz millatimizning safosining yuksalishi uchun biz o'qiyolmadik, to'g'ri? Biz o kadar yaxshi o'qiyolmadik, ammo hayotimizda bir o'quvchining kichkina bir yukini azlatishga uning kuchimiz yetadi. Uning uchun biz o'quvchilarni izlaylik. Bizning hayotimizda eng muhim bo'lgan narsa bu o'quvchilarning qo'lidan tutib qo'yish. Bunga qattiq diqqat qilaylik. Chunki o'qishdan nurg'un insonlar xabarimiz bor. Yoshlar shu iqtisodning tufaylidan, shu uy ijarasini to'layolmaganlik tufaylidan, shu turmushini qamdayolmaganlik tufaylidan o'qishni tashlab, qanday qiladi? U yerda, bu yerda ishlash, u yerda jinni beqish bilan shu yosh hayotini qanday qilib o'tkazib ketib bordi. Bu intayin ziyon keltirib kelgan narsa, bu jahillik degan, jaholat degan to'plamiga o'zining chevrasi hammaga zarar beradigan bir ahvol. Buni albatta hammalar tushunamiz, hammalar bilamiz. Buni qattiq diqqat qilaylik. Birdan o'quvchini tepib, oylig'iga kichikgina bir narsa berib qo'ysak, uning ilhom bo'ladi. O o'qishini davomlashtirishi mumkin. U hayotida insonlarga bir narsa o'rgatsa va yoki bir yaxshilikni olib kelsa va yoki bir narsa ijod qilsa, bir insonlarga manfaat yetadigan bir narsani qilib qolsa, uningga bizim sherik bo'lamiz shuningda. Bizmi shuning olgan savobidan, uningga qilgan yaxshiliklaridan bizgami qanday bo'ldi? Sadaqa jariy bo'lib bizga kelib turdi. Endi ikkinchi bir narsa nadonlik va bu nadonlik shu o'xshash jahillikdan chiqadi. Yani o'qimaganlikdan bu asli nadonlik chiqadi. İkisi asosan bir gap desak bo'ladi, ammo azroq farqi bor. Nadon insonlarni shu bilimlik insonlar o'g'ita oladi. Aql o'shini tepishga sababchi bo'ladi. Onun uchun bu ikki so'z nihoyat intayin muhim so'z ekan. Onun uchun biz qo'limizdan kelgancha o'qish boshlash mavsumi, o'quvchilarningki dunyoning har qaysi yerlarida o'quvchilar qanday qilamiz, o'qish pulisini to'lamiz taxib yuqori degandek. Ondan keyin o ijara to'lamiz taxib, ondan keyin turmushini qamdimiz taxib, ondan keyin nurg'un saqlab turgan narsalar bor. Uni qilmiz taxib bo'lgan nurg'un qiyinchiliklarda yashaydi o'quvchining hayoti. Onun uchun o'quvchilarga izlab tepib, hamdamda bo'laylik. Alloh qilgan
xayr hasanatlarimizni, yaxshiliklarimizni Alloh qabul qilsin. Va aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum fastaghfiruhu innahu huval ghafurur rahim.